Malibu mashinasini polniy ходовойlarini qilaveramiz, mana polniy mes ходовой qilib yig'ib beramiz. Nimalar qilyapti? Amalizator captive pedelka, perikachkali, oldi orqa sanli blokli Mercedes bo'ladi. Orqa amalizator chashkasi ham Mercedes qilib beramiz. Oldi kalotkalarni Hardron firmasidan qilib beramiz. Xudo xolisa, JM bilan bemalol raqobatlasha oladi, zo'r chiqyapti. Padushkalar ham ketib qo'ygan ekan, padushkalarni ham qo'yib beramiz, original JM dan. Mana captive pedelka amalizator mana bunaqa rezvali bo'ladi. Ko'pchilik captive amalizator shunday qo'yib qo'yadi deb o'ylaykan, yo'q. Captive amalizator faqat ichida, sistemasi Captive'niki bo'ladi. O'qi korpusi o'ziniki bo'ladi. Bu o'zini ko'rinishi. Keyin balki futurkalari plastmassiy bo'ladi. Biz quyma rezinka, Spark orqa chulok futurkasidan foydalanib qo'yib beramiz. Keyin mana plavshilari ham alishadi. Orqa kulakda mana plavshilari bo'ladi. Bu g'irchillab, to'qillab ovoz beraveradi. Buni zavodskoydan qo'yib beramiz. Buni renchkidan ham qo'ysa bo'ladi, akalar. Renchkini qo'ymasdan hozir budjetli variant tanladilar akam. Shuning uchun zavodskoydan qo'yib beramiz. Xudo xolisa mashina naborddan keyin katta bo'ladi, yumshoq bo'ladi yurishlari. Shunaqa xizmat uchun bemalol pastdagi nomerlarga aloqa chiqib kelsanglar bo'ladi. Malibu ikkisi jo'ski bo'lib qiynalib yurgan akalarga jo'natib qo'ysanglar, mana mashina nabordni yig'ib beramiz. Katta bo'ladi, akalarimiz mazza qilib yurishadi. Pastda nomer qoldiramiz.